Agar sizda 2 haftadan ortiq yo'tal davom etyaptimi, tashvishlanish vaqti keldi. Bu allergik yo'tal bo'lishi mumkin. Uning belgilari va davolash shamollashdan farq qiladi. Allergik yo'tal qanday bo'ladi? Allergik yo'tal yuqumli omillar ta'sirida emas, aynan allergen ta'sirida yuzaga keladi. Allergik yo'tal va oddiy shamollashning farqlari. Birinchisi davomiyligi. Shamollash bilan yo'tal bir necha kun, maksimal 2 hafta davom etishi mumkin. Allergik yo'talda esa allergen bilan muloqot to'xtatilmaguncha u davom etadi. Shuning uchun allergiya 2 haftada yo'qolmasa, allergen bilan bog'lash uchun sabab bo'ladi. Ikkinchisi mavsumiylik. Shamollashda yo'tal asosan sovuq kunlarda yuzaga keladi. Allergiyada esa yilning istalgan vaqtida kelib chiqishi mumkin. Keyingisi intensivlik. Allergik yo'tal o'zini darhol namoyon qiladi. Shamollashda esa intensivlik asta-sekinlik bilan o'sib boradi. Keyingisi temperatura. Virusli va bakterial infeksiyalarda isitma yuqori bo'ladi. Allergik reaksiya esa isitmasiz keladi. Allergik yo'talning yana bir belgilaridan biri tomoqda tirnalish belgilari bilan kelishi mumkin. Allergik yo'talni qo'zg'atadigan sabablar. Bular o'simlik va uy changlari, hayvon yungi va zamburug'lar, kimyoviy moddalar, tamaki tutuni va spirtli ichimliklar kabi turli allergenlar hisoblanadi. Kimda kim allergik yo'tal bilan qiynalsa, yaqin oradagi allergolog shifokorga murojaat qiling.